Kadastr bu xizmatlar, o'lchovlar sizning, mening, bizning uyimiz hujjatlari davlat ro'yxatidan o'tkazilishi demakdir. 2025-yil davomida kadastr xizmatlari bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirildi. Xizmatlar bo'yicha kelib tushgan har bir ariza qonunchilik talablari asosida bir necha bosqichda tekshiriladi. Yer maydoni, hujjatlar va huquqiy asoslar o'zaro solishtiriladi. Agar raqamlarga izlanadigan bo'lsak, 2025-yil davomida Davlat kadastrlar palatasi tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar jami 4,774,353 dan tashkil etsa, shundan 0,38%, ya'ni 18,230 tasida qonun buzilish holati kuzatilgan. Bu masala palata rahbariyati tomonidan jiddiy nazoratga olinib, o'sha vaqtning o'zidayoq natijali choralar ko'rilishi boshlangan. Jumladan, Davlat kadastrlar palatasi tomonidan tegishli buyruq hamda chora-tadbirlar ishlab chiqilgan va unga ko'ra o'tkazilgan tekshiruv natijalariga asosan tuman, shahar filiallari tomonidan arizalarni asossiz rad etish holatlari aniqlandi va ularga nisbatan palata raisining tegishli buyrug'i bilan 348 nafar kadastr muhandislariga jarima jazosi, 498 nafar muhandislarga hayfsan, 89 nafar xodimlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Bundan tashqari, o'z ishida sustkashlikka yo'l qo'ygan 196 nafar bosh muhandislarga va 52 nafar boshqarma mas'ullariga intizomiy jazo choralari qo'llanildi. Nazoratni kuchaytirish natijasi o'z samarasini berib, arizalarni asossiz rad etish holatlari 2025-yilning o'tgan oylaridagi 25% dan yil yakuniga kelib 5% ga tushirilishiga erishildi. Bu 5% esa biz uchun hamon ulkan muammo sanalib, holatni to'liq bartaraf etish yo'lida nazorat, o'rganish va choralar olib borilmoqda. Shu o'rinda asosli rad bo'lgan arizalar bo'yicha ham murojaatchilarimizga tushuntirmoqchi bo'lgan gaplarimiz bor. Qonunchilikka ko'ra qo'yilgan talablar, so'ralayotgan qonuniy hujjatlar faqatgina sizning hujjatingiz mukammal bo'lishi uchun xizmat qiladi. Bu tartib xizmatni murakkablashtirish uchun emas, balki mulk huquqlarini aniq va qonuniy rasmiylashtirish uchun qo'llaniladi. Zero kadastr tizimi aniqlik, tartib va huquqiy himoyaga xizmat qiladi. Shuningdek, kadastr jamoatchilik uchun doimo ochiqligini, savol va murojaatlar bilan 1097 yagona aloqa markazimizga murojaat qilishingiz mumkinligini bildiramiz.